Xitay devleti yaqinqi zaman medeniyeti bilan yaqinqi zaman medeniyetidan bek yiroq. Xitay devleti hech qachon bir hozirgi zaman demokratiya, cumhuriyet bundaq republik bundaq zamonaviy davlat tuzumiga kirib boqmadi. Burundan tartib ta bugungacha shaxsan mening ko'z qarashimda bu bir podshohlik imperiya. Faqat burunqi dodining baliq qilish bilan hozirgi farqi ota avloddan yana bir avlod shu yana o'zininki o'xshash ko'z qarashdagilarga qoladi. Faqatla o'zgargini shu nomi. Bunda bir tüzümde adamlar özününki imtiyazını şu yuqur bilan bo'lgan munosabatida ifodalaydi. Masalan, mayli Xitoyning ziyolilari bo'lsin, arboblari bo'lsin, hammasi shu o'rdadagi yana hozirgi zamonda Jongnanxaydagi kimlarni biladi, u yerdan qanday xabar ola oladi, mushu orqali o'zining imtiyozini xalqlarga bildirdi. Chunki agar Jongnanxaydagi ishki xabarni bila olsa, u yerda adimi bor bo'lsa, demak bu odam nihoyatda kuchlik Xitoy jamiyatida. Atrofidagilarmi uning havas bilan qaraydi. Bir taraf havas bo'lsa, yana bir tarafi qo'rqidi. Chunki u o'rdi bilan Jongnanxay bilan to'nilgan odam degan nihoyatda kuchlik. Mayli har jihatdan odatdagilarni putlu italaydi degan manda bir narsa bor. Shuning uchun mayli chet elda bo'lsin, mayli Xitoyda bo'lsin, Xitoyning ziyolilari, Xitoyninki arboblari hammasi o'zininki bir amal qilib shu Jongnanxay bilan munosabatining borlig'ini ifodalaydi. Qanday ifodalaydi desa, mana yaqinda chiqqan Xi Jinpingni qo'lga olibdi, Xi Jinping huquqdan qilib qopdi, amalsiz istibo beridiki degan gaplar 15 kun Xi Jinping jimmidi yo'qolib ketgandan keyin avji ilib, hattoki Amerikaning bir dangliq siyosiy analizchi Gordon Changmu Trump Aqsaray bir haftaning oldida biz Xi Jinping bilan Trump telefonda ko'rishadigan bo'ldi desa, Gordon Chang efendim qo'pib, voy o huquqdan qilib qolgan odam bil nima deb ko'rishadi, prezident ko'rishmaslik kerak deb shu narsani yezib chiqadi. Ammo bir ish kun o'tgandan keyin Xi Jinping oldi bilan Janubiy Afrikaning prezidenti bilan Belarusning prezidenti bilan ko'rishdi, uninki boshqalar bilan ko'rishdi, yana tirilib qaytadan chiqdi. Demak, bu yerda bu gaplarning hammasi asossiz yo'qolan gaplar. Ammo lekin nihoyatda jiq odamlarni, bo'libmi Uyg'urlarni jalb qildi. Shuning bilan ba'zi Uyg'urlarmi, voy mana Xi Jinping qilib qopdi degan shu gaplarni setibmi yurdi. Hatto ishonganlar bo'ldi. Bu yerda bunda gaplarga ishonish bu bir ahmoqonlik deb qarayman men. Asossiz. Buni albatta bu xil asossiz uchurlarni taqatgan asosan Falun Gongchilar. Buni men Falun Gong to'g'riliq keyin so'zlayman. Bularninki vakilligi Zhang Feng, Wen Zhao, Chen Pokong bular hammasi shu Falun Gongchilar ya Falun Gongninki yordam pulini olganlar. Bular bu deyish orqali nima deganda uchur qalaymaqonchilik barpo qilish. Albatta o'yida yana Xitoyning ichida, o'rdining ichidami bir-birisiga ishonmaydigan bir xil kayfiyat hosil qilamiz deydi. Amaliyotda Xi Jinpingdak bir diktator, podshoh, bir bosh bo'lgan, bunda keskin kurash bilan chiqqan, jiq odamlarni tozlagan, masalan, hatto Hu Jintao'ni butun dunyoning ko'z oldida shu qurultoy yig'inida so'rab ochiqizayotgan. Men oldin ketimdim sizga dedim. Masalan, Zhou Yungang istixborotni tutgan odamni tutdi. Harbiydan Shu Cayhu Goboshung degan harbiy komitetining muavir raisi bo'lgan ishga eng yuqori generallarni tutdi, o'ldi ular. Shunchalik qilgan odam u biladi.
O hukuktan ayrılıp kaldı. Özünün kallası ketidi emas. Xotin balları aile urug' tuqqan hammasi ketidi Xi Jinpingning. Shuning uchun bunda kurashda unda istibo berishga ma'quldaydigan, mirzi qamoqqa ma'quldaydigan bunda bo'lmaydi. Xitoyning o'rdi ko'rishida o'zining gapi bo'yicha nisi o'qi. Sen o'lsan, men qolman yoki men o'laman, sen qolsan. Bu xil narsada. Bu yerda nima uchun bunda birga nima bo'ladi deganda, bularni masalan Xitoyning tarixida burun podsholari Xitoyningki kunduzi ishlab kashligi kinizaklarning yoki ayolning yeniga berib turgan vaqtida podsho hamda favqulodda bir vaqa bo'lib o'lib qolmasligi uchun bir vaqa chiqmasligi uchun masalan qasilib ketish, yurak kesil tutilib qolish uchun har doim bir ishga tegan yana nima aqtiqiyotgan qullarni elib boradi ekan. Birisi derizning teshida turib tursa, birisi ba'zida karvatning ostida ya yenida turib ko'rinmaydigan yerda turib turdi-ki, podshoni vaqti kelgan vaqtda olilari qaytib hamda uxlaydigan vaqt bo'ldi deydigan. Agar favqulodda bir ish bo'lsa, podshoni qutuldirdigan. Bular shu yerda turish jarayonida mayli derizning yenida bo'lsin, vaqtida aynak yo'q derizda, faqat qog'oz chaplab qo'ygan. Yoki karvatning keyinda ostini mükib turg'ini bo'lsin, podshoninki u kenizak bilan qo'shal vaqtida og'izdan chiqqan gaplari hammani anglaydi. Shuning bilan bularmi sirtki Xitoylarga amaldor bo'lsin, puhraga o'zining nihoyatda kuchlik podshoning eng maxfiylarini biladiganligini bildirish orqali o'zininki nihoyatda kuchlik podsho bilan qanday yiqilligini bildirish uchun bu yerda anglaganlarni haqqi deydi. Shuning bilan o'zining imtiyozini ko'taradi hamda xalqlarni qo'rqitalaydi. Shuning uchun buni Xitoylar tinchongshi deydi. Yana karvat tinchig'uchilar deydi. Endi men mushu Falun Gong'ninki hozirgi Zhongnanhayning ichida Mao guruhi, Jiang Zemin guruhi bilan Xi Jinpingning tutishib etibdi, Hu Jintao guruhi qaytarma hujum qo'yibdi. Hammasi mushu xil karvat tinchig'uchilarninki o'zini aytib kuchlik ko'z tutish uchun, ammo bu yag'an to'xtamay deyilyotdi. Falun Gong davatqani 10 necha yil bo'ldi. Ati o'rildiki, kommunist o'gin o'rildi deb. Ammo qaytadan yag'an bo'lyapti. Favqulodda bir qitim rasib qolsa, o'zining nihoyatda kuchligi balki rasga aylanib qolishi mumkin. Ammo lekin o bir qitim rasib qilishimi bir asoslikdanmi yo favqulodda shunda to'g'ri bo'lib qolganimi, uni Xudo bildi. Ammo bu yerda biz Uyg'urlar hargiz bu xil asossiz gaplarga ishinib vatan xalqning kelgusi hurligi, erkinlik, mustaqillik buni Xitoyning bu o'rda ko'rishiga bog'lasak, agar buningdan umid kutib yursak, bu nodonlik, ahmoqonalik bu Uyg'urni halokga apiradi. Chunki mayli o'rdisida Xitoyningki Zhongnanhayni kim olmasin, u Xitoyning manfaati uchun Xitoyning katminini chopadi. Hargiz Uyg'urninki emas. Shuning uchun mening Uyg'urlarga deydiganim bu Falun Gongchi maddalarning gapini, ya'ni karvat tinchig'uchilarnikini anglab, vaqtingni sirab qilgandan kitob o'qinglar. Rahmat.